Biza mas'ulimiz shu yilda oldida bayram chiroyli tashkil qilishga. Sizlarni bir yaxshi niyatda chaqiriq qilaman. Shu yangi yil bayramini hammamiz birgalikda chiroyli qilib o'tkazaylik. Quyosh paneliga ulotinglar. Kelishiga ana shu narsa istardan chiqmasin. O'zlari uchun ham mayli, lekin el uchun ham shuncha ish qilsizlar, katta rahmat. Hammaga men kunduzgi bezakka namunaman. Portalda kundan shungacha bir tomonga 20 talar o'rin qilsak, o'zi 15-20 odam savdo etadi. Sotuvchiga ham qulay bo'ladi. Xaridorga ham qulay bo'ladi-da. 10-dekabrda tuman endi butunlay tayyor bo'lish kerak. Bir oy bayram kayfiyat bo'lish kerak.